Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Eski pasport o'tmay qoladimi? Kim ID kartaga almashtirish kerak? Kim shoshilmasa ham bo'ladi? Qaysi holatlarda eski hujjat bilan muammo chiqishi mumkin? Bu ma'lumot har bir fuqaro uchun kerak. Chunki pasport yoki ID karta faqatgina chegara kesib o'tish uchun emas, bank, notarius, ishga kirish, nafaqa kontrakt, sim karta, kredit, davlat xizmatlari va hatto oddiy ma'lumotnoma olishda ham kerak bo'ladi. Agar hujjatingiz bilan bog'liq bitta kichik xato bo'lsa, kerakli paytda ishingiz to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga qaysi hujjat hali amal qiladi, qaysi holatda ID kartaga almashtirish majburiy bo'lishi mumkin, qayerga borish kerak, qanday hujjatlar kerak bo'ladi, qaysi nozik jihatlarga e'tibor berish kerakligini sodda tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bosing. Chunki bunday huquqiy va amaliy ma'lumotlar kutilmaganda hammaga kerak bo'lib qoladi. Avval vaziyat qanday edi? O'zbekistonda ko'p yillar davomida fuqarolarning asosiy shaxsni tasdiqlovchi hujjati biometrik pasport bo'lib kelgan. Odamlar uni eski pasport, ko'k pasport, biometrik pasport deb atashadi. Bu hujjat ichki muomalada ham, ayrim hollarda chetga chiqishda ham ishlatilgan. Masalan, banka borsangiz pasport so'rashgan, notariusga borsangiz pasport, uy-joy oldi sottisida pasport, nikoh qaydida pasport, farzandga hujjat rasmiylashtirishda ham pasport kerak bo'lgan. Keyin ID karta tizimi joriy qilindi. ID karta bu ichki shaxsni tasdiqlovchi zamonaviy hujjat, u plastikda ko'rinishda bo'ladi. Unda fuqaroning asosiy ma'lumotlari, identifikatsiya raqami, elektron ma'lumotlar mavjud. ID karta kundalik hayotda ancha qulay. Hamyonda olib yurish oson, ko'p joy egallamaydi. Eskirib yirtilib ketish ehtimoli kamroq, ayrim elektron xizmatlar bilan bog'lash imkoniyati bor. Lekin mana shu o'zgarishdan keyin odamlar orasida juda ko'p savollar paydo bo'ldi. Mening eski pasportim endi o'tmaydimi? Pasportim muddati hali tugamagan bo'lsa ham almashtirishim kerakmi? Bank eski pasportni qabul qilmasa nima qilaman? Chet eliga chiqishda ID karta yetadimi? Bolalarga ham ID karta kerakmi? Propiska, familiya o'zgarsa nima bo'ladi? Mana shu savollarga javob bermasam, odamlar turli mish-mishlarga ishonib yoki keraksiz shoshadi, yoki aksincha kerakli vaqtda hujjatsiz qolib ketadi. Eng asosiy qoida shuki, ID karta ichki foydalanish uchun beriladigan shaxsni tasdiqlovchi hujjatdir. Eski biometrik pasport esa muddati tugamaguncha qonunchilikda belgilangan tartibda o'z kuchini saqlashi mumkin. Lekin muddati bor ekan, umuman muammo bo'lmaydi deb ham o'ylamaslik kerak. Chunki ayrim amaliy vaziyatlarda tashkilotlar ID kartani talab qilishi, ma'lumotlar bazasida yangilanish zarur bo'lishi yoki hujjatdagi ma'lumotlar o'zgargani sababli eski pasportdan foydalanish qiyinlashishi mumkin. Men avvalo oddiy fuqarolar uchun eng tushunarli mezonni aytaman. Agar sizning biometrik pasportingizning amal qilish muddati tugamagan, undagi familiya, ism, ota ismi, tug'ilgan sana kabi ma'lumotlar o'zgarmagan, pasport yaroqli holatda, rasm sizga mos, hujjat yirtilmagan, sahifalari shikastlanmagan bo'lsa, ko'p hollarda siz undan foydalanishda davom etishingiz mumkin. Lekin bu degani ID kartaga umuman o'tmaslik kerak degani emas. Bu shunchaki bugun ertalabdan majburiy yugurib borish kerak degani emas. Masalan, 35 yoshli fuqaroning biometrik pasporti 2008-yilgacha amal qiladi. U hozircha familiyasini o'zgartirmagan, yashash manzili bo'yicha katta muammosi yo'q. Pasporti butun. U bankdagi kartasidan foydalanmoqda, ish joyida hujjatlari tartibda. Bunday odam uchun ID karta olish foydali, lekin odatda zudlik bilan vahima qilish shart emas. Ammo agar u yaqin orada uy sotib olmoqchi bo'lsa, kredit olmoqchi bo'lsa, kredit olmoqchi bo'lsa, notarial bitim tuzmoqchi bo'lsa, davlat xizmatlaridan ko'p foydalanmoqchi bo'lsa, oldindan ID kartaga o'tib qo'ygani yaxshi. Chunki eng kerakli kunda hujjat masalasi chiqib qolsa, bitim kechikadi. Endi kimlar albatta e'tibor berishi kerak? Birinchi navbatda pasportining muddati tugayotganlar. Agar hujjat muddati masalan 2 oy yoki 3 oy ichida tugasa, men kutib yurishni maslahat bermayman. Chunki hujjat muddati tugagandan keyin ko'p joyda uni qabul qilishmaydi. Bank hisobingiz bo'lsa, ayrim operatsiyalar cheklanishi mumkin. Notarius hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Davlat xizmatlari markazida arizangizni qaytarishi mumkin. Eng yomoni, siz aynan kerakli paytda, masalan shoshilinch safar, meros ishi, davolanish, ishga kirish vaqtida hujjat muammosiga duch kelasiz. Ikkinchi toifa, familiya, ism yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlar o'zgarganlar. Masalan, ayol kishi turmushga chiqdi va familiyasini o'zgartirdi. Nikoh guvohnomasida yangi familiya turibdi, lekin
pasportda eski familiya. Bunday vaziyatda pasport muddati hali bor-ku deb yurish xato bo'lishi mumkin. Chunki bankdagi hisob, ish joyidagi hujjat, tibbiy sug'urta, farzand tug'ilganda beriladigan hujjatlar, notarial ishonchnoma barchasida ma'lumotlar bir xil bo'lishi kerak. Familiya o'zgargan bo'lsa, shaxsni tasdiqlovchi hujjatni ham yangilash kerak bo'ladi. Uchinchi toifa pasporti yaroqsiz holga kelganlar, hujjat yirtilgan, nam tortgan, muhr yoki yozuvlari o'chgan, chipi ishlamay qolgan, rasm tushunarsiz, sahifalar shikastlangan bo'lsa, u hujjat bilan yurish xavfli. Masalan, bir kishi pasportini cho'ntagida kir yuvish mashinasiga solib yubordi. Tashqaridan qaraganda hali o'xshaydi, lekin ma'lumotlari xiralashgan. Bunday pasportni bank xodimi qabul qilmasligi mumkin. Notarius ham shubha qilishi mumkin. Chegarada esa bu juda katta muammo bo'ladi. Shuning uchun yaroqsiz hujjatni almashtirish kerak. 4-toifa 16 yoshga to'lganlar va 1-marta shaxsni tasdiqlovchi hujjat olayotganlar. Ilgari bola tug'ilganlik haqidagi guvohnoma bilan yuradi, lekin ma'lum yoshga yetganda shaxsni tasdiqlovchi asosiy hujjat olish kerak bo'ladi. Ota-onalar ko'pincha buni oxirgi kungacha cho'zadi. Keyin kollej, litsey, oliygoh, bank kartasi, stipendiya, ishga joylashish, chet tilidan imtihon, boshqa rasmiy ishlar vaqtida muammo paydo bo'ladi. Men ota-onalarga aytaman, farzandingizning yoshi hujjat olish muddatiga yaqinlashsa, oldindan harakat qiling. 5-toifa chet elga chiqish rejalari borlar. Bu yerda juda muhim farq bor. ID karta ichki hujjat, ya'ni O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlash uchun, chet elga chiqish uchun esa odatda xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladi. Ayrim odamlar ID karta oldim, endi aeroportdan chiqib ketaveraman deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. ID karta sizning ichki shaxsingizni tasdiqlaydi. Lekin xorijiy davlat chegarasidan o'tishda pasport rejimi boshqacha. Shuning uchun chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, alohida xorijga chiqish pasportingizning muddati va holatini tekshiring. 6-toifa. Bank, kredit, subsidiya, uy-joy, avtomobil oldi sottisi, meros, sud yoki notarial ishlar bilan shug'ullanayotganlar. Bu sohalarda hujjatdagi ma'lumotlarning aniqligi juda muhim. Masalan, siz avtomobil sotib olmoqchisiz, notariusga borasiz. Pasportdagi ma'lumot eskirgan. Ro'yxat ma'lumoti mos kelmaydi yoki hujjat muddati yaqin kunlarda tugaydi. Natijada sotuvchi ham, xaridor ham vaqt yo'qotadi. Yoki siz ipoteka kreditiga ariza berdingiz. Bank shaxsni tasdiqlovchi hujjatni tekshiradi. Agar ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, kredit jarayoni cho'ziladi. Bunday ishlar oldan ID karta masalasini tartibga keltirish eng to'g'ri yo'l. Endi kim shoshilmasa bo'ladi. Agar sizning pasportingiz yaroqli, muddati ancha bor. Ma'lumotlar o'zgarmagan, hozircha katta rasmiy bitimlaringiz yo'q bo'lsa, siz vaziyatni kuzatib, o'zingizga qulay vaqtda ID kartaga almashtirishingiz mumkin. Lekin men baribir bir maslahat beraman, hujjatlarni oxirgi muddatga qoldirmang. Chunki hamma oxirgi paytda bo'lsa, navbat ko'payadi, tizimda yuklama ortadi. Sizga esa hujjat aynan ertaga kerak bo'lib qolishi mumkin. Birinchi nozik jihat, eski pasport o'tmaydi degan gapni hamma joyda bir xil tushunmaslik kerak. Qonuniy amal qilish muddati bor hujjat boshqa, amaliy qabul qilish jarayoni boshqa. Ba'zan tashkilot xodimi yangilikni noto'g'ri tushunib, faqat ID karta olib keling deyishi mumkin. Bunday holatda siz xotirjam bo'lib, hujjatingizning amal qilish muddati borligini, ma'lumotlar to'g'ri ekanini tushuntirishingiz mumkin. Agar baribir qabul qilmasa, rahbariyatga murojaat qilish yoki yozma asos so'rash kerak. Chunki og'zaki bo'lmaydi degan javob har doim ham qonuniy asosga ega bo'lavermaydi. Ikkinchi nozik jihat, pasportdagi ma'lumotlar bilan boshqa bazalardagi ma'lumot mos kelmasligi. Masalan, pasportda ism Shohrux, bank bazasida Shohrux, soliq bazasida boshqa yozilish, diplomda yana boshqacha. Bunday mayda ko'ringan farq katta muammo chiqaradi. Ayniqsa kredit, meros, davlat xizmatlari, oliygoh hujjatlari, ish staji, pensiya masalalarida harflardagi farq ham muhim. ID karta olish jarayonida ma'lumotlaringizni tekshirtirib, xato bo'lsa tuzatish bo'yicha ariza berish kerak bo'ladi. Bitta harf nima qilibdi? Demang, rasmiy tizimda bitta harf ham boshqa shaxsdek ko'rinishi mumkin. 3-nozik jihat. Yashash manzili masalasi. Ko'pchilik ID karta olsam, propiska avtomatik hal bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida ro'yxatdan o'tish, doimiy yoki vaqtincha yashash manzili bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Agar siz bir viloyatda ro'yxatda turib, boshqa shaharda yashayotgan bo'lsangiz, davlat xizmatlaridan foydalanganda manzil masalasi chiqishi mumkin. Masalan, bolani bog'chaga qo'yish, poliklinikaga biriktirish, kommunal hujjatlar,
Mahalla ma'lumotnomalari ayrim ijtimoiy to'lovlar manzilga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ID karta olayotganda faqat plastik kartani emas, ma'lumotlaringizning tizimda to'g'ri ko'rinishini ham tekshirtiring. 4-nozik jihat. Jarimalar va kechikish. Hujjat muddati tugagandan keyin uzoq yurish, shaxsni tasdiqlovchi hujjatsiz rasmiy ish qilish, belgilangan muddatlarda almashtirmaslik ayrim holatlarda ma'muriy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman, lekin tartibni bilish kerak. Masalan, kimdir menga pasport kerak emas, uyda yuraman deb yillar davomida hujjatini yangilamaydi. Keyin to'satdan meros ishi chiqadi yoki kasalxonada rasmiy hujjat kerak bo'ladi. Ana o'shanda ham vaqt, ham pul, ham asab ketadi. 5-nozik jihat bolalar va ota-onalar hujjatlari. Farzandga hujjat rasmiylashtirganda ota-onaning shaxsni tasdiqlovchi hujjati ham tartibda bo'lishi kerak. Masalan, bola tug'ildi, tug'ilganlik guvohnomasi olinadi. Keyin nafaqa yoki boshqa davlat xizmatlari kerak bo'ladi. Agar onaning familiyasi nikohdan keyin o'zgargan, lekin ID karta yoki pasport yangilanmagan bo'lsa, tizimda mos kelmaslik chiqishi mumkin. Shuning uchun oilaviy hujjatlarni bir-biriga bog'lab ko'rish kerak. Nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, ota-onaning hujjatlari, yashash manzili. 6-nozik jihat chet eldagi fuqarolar. Agar siz O'zbekistondan tashqarida yashayotgan bo'lsangiz, hujjat muddati, konsullik ro'yxati. Pasportni yangilash tartibi alohida ahamiyatga ega. Chet elda hujjat muddati tugab qolsa, ish ancha murakkablashadi. Konsullikka murojaat qilish, navbat olish, kerakli hujjatlarni tayyorlash. Ayrim hollarda O'zbekistonga qaytish uchun maxsus hujjat olish kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun xorijda yurgan fuqarolarga maslahatim, hujjat muddati tugashini kutmang. Kamida 6 oy oldin tekshiring. Chet elda ertaga borib almashtirib kelaman degan imkoniyat har doim bo'lavermaydi. 7-nozik jihat ID karta va xorijga chiqish pasportini adashtirmaslik. Men buni yana bir marta ta'kidlayman. Chunki eng ko'p xato shu yerda bo'ladi. ID karta O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlash uchun, xorijga chiqish pasporti esa chet davlatlarga chiqish uchun. Sizda ID karta bo'lishi mumkin, lekin xorijga chiqish pasportingiz bo'lmasa, odatda chetga chiqa olmaysiz. Aksincha, xorijga chiqish pasportingiz bor, lekin ichki ID karta masalasi hal qilinmagan bo'lsa, O'zbekiston ichidagi ayrim davlat xizmatlarida muammo chiqishi mumkin. Har bir hujjatning vazifasi bor. 8-nozik jihat hujjatni almashtirishdan oldin rejalashtirish. Masalan, siz bir haftadan keyin notarial bitim qilmoqchisiz, 2 kundan keyin bankda kredit imzolamoqchisiz, 3 kundan keyin safarga ketmoqchisiz. Shu paytda eski hujjatni topshirib, yangisini kutish jarayonida vaqtinchalik noqulaylik bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjat almashtirishni katta ishlaringiz orasiga to'g'ri rejalashtiring. Avval tashkilotlardan qaysi hujjatni qabul qilishini so'rang, keyin almashtiring. Agar shoshilinch ish bo'lsa, Davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limidan muddatlar haqida aniq ma'lumot oling. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hozir pasportingizni yoki ID kartangizni qo'lingizga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Faqat yilga qaramang, kuni va oyga qarang. Ko'pchilik 2026 yilgacha deb yuradi. Lekin aslida 2026 yil yanvar oyida tugaydi. Agar bugun 2025 yil dekabr bo'lsa, bu deyarli tugadi degani. Hujjat muddatini oldindan ko'rish juda muhim. Ikkinchi qadam, ma'lumotlarni tekshiring. Familiya, ism, ota ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, JSHR, ya'ni shaxsiy identifikatsiya raqami, rasm, imzo, boshqa asosiy ma'lumotlar to'g'ri yozilganmi? Agar nikohdan keyin familiyangiz o'zgargan bo'lsa, ajrashgan bo'lsangiz, ismini o'zgartirgan bo'lsangiz. Tug'ilganlik haqidagi ma'lumotlarda xato bo'lsa, bularni albatta aniqlashtiring. Uchinchi qadam, hujjat holatini ko'ring. Yirtilganmi, buklanganmi, suv tekkanmi, yozuvlari o'chganmi, rasm aniqmi? Men o'zim taniyman-ku degan gap rasmiy idorada o'tmaydi. Hujjatni xodim tanishi emas, tizim va qonun talabi tan olishi kerak. Agar shubha bo'lsa, almashtiring. 4-qadam, qayerga murojaat qilishni biling. Odatda ID karta olish yoki almashtirish uchun migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga yoki belgilangan tartibda davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilinadi. Hududingizdagi tartibni oldindan aniqlang. Ba'zi xizmatlarga elektron navbat bo'lishi mumkin. Ba'zilarida bevosita borish kerak bo'ladi. Eng to'g'risi, borishdan oldin rasmiy manbalardan yoki mahalliy bo'limdan ish vaqti, to'lov, kerakli hujjatlar va muddatni so'rab oling. 5-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang.
Odatda sizga amaldagi pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ariza, davlat boji yoki to'lov, ayrim holatlarda tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, yashash manzili bilan bog'liq ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar voyaga yetmagan farzand uchun hujjat rasmiylashtirilsa, ota-onaning hujjatlari va bolaning tug'ilganlik guvohnomasi so'ralishi mumkin. Aniq ro'yxat holatga qarab farq qiladi. Shuning uchun qo'shnim shuni olib borgan ekan deb emas, o'zingizning holatingiz bo'yicha tekshiring. 6-qadam. Arizada ma'lumotlarni shoshmasdan tekshiring. Xodim kompyuterga kiritgan ma'lumotni siz ham ko'rib chiqing. Ismingizdagi harflar, familiya, tug'ilgan sana, jesa, shishir, manzil bir marta xato ketib qolsa, keyin uni tuzatish yana vaqt oladi. Ayniqsa o'zbekcha ismlarda ix va o va u, g va g, sh kabi yozilishlarga e'tibor bering. 7-qadam, hujjat tayyor bo'lish muddatini yozib oling. Sizga qachon kelish kerakligini aytishadi. Telefon raqamingiz to'g'ri kiritilganiga ishonch hosil qiling. Agar SMS xabar bo'lsa, kuting, lekin muddat o'tib ketgan bo'lsa, o'zingiz ham murojaat qiling. Hujjat tayyor bo'lgach, uni olgan zahoti yana tekshiring. Plastik karta chiroyli chiqdi deb darrov hamyonga solib qo'ymang. Ma'lumotlaringiz to'g'riligini joyida ko'ring. 8-qadam. Yangi ID karta olgandan keyin muhim joylarda ma'lumotlarni yangilang. Bank, ish joyi, soliq tizimi, oliygoh, pensiya jamg'armasi, mobil operator, sug'urta, elektron davlat xizmatlari akkauntingizda eski hujjat ma'lumotlari turgan bo'lishi mumkin. Masalan, bank kartangiz eski pasport ma'lumotiga bog'langan bo'lsa, yirik operatsiyada bank yangilangan hujjatni so'raydi. Shuning uchun ID karta olgach, bankka borib ma'lumotlarni yangilab qo'yish foydali. 9-qadam. Eski hujjatning maqomini aniqlang. Almashtirish jarayonida eski pasport bekor qilinadimi, qaytariladimi, kesib beriladimi, tizimda qanday yopiladi, buni xodimdan so'rang. Eski hujjat bilan keyin yana ish qilish mumkin deb o'ylamang. Agar u bekor qilingan bo'lsa, uni ishlatish mumkin emas. Shuning uchun qaysi hujjatingiz amalda ekanini aniq biling. 10-qadam. Hamma hujjatlarning nusxasini tartibli saqlang. Men har doim tavsiya qilaman. ID karta, xorijga chiqish pasporti, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, farzandlar hujjatlari, uy-joy hujjatlari skaner yoki sifatli rasm ko'rinishida alohida xavfsiz joyda saqlansin. Telefon yo'qolsa, hammasi ketmasligi uchun bulutli saqlash joyida yoki ishonchli elektron arxivda ham bo'lsin. Lekin shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga yubormang, Telegram guruhlarga tashlamang, noma'lum odamlarga pasport rasmini bermang. Hujjat ma'lumotlari firibgarlar qo'liga tushsa, kredit, sim karta, onlayn ro'yxatdan o'tish kabi xavflar paydo bo'lishi mumkin. Real hayotdan bir nechta vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat. Fuqaroning pasporti 2027 yilgacha amal qiladi. U hech qanday rasmiy ish qilmayapti. Bunday holatda u xotirjam bo'lishi mumkin. Lekin ID kartaga o'tish imkoniyatini rejalashtirib qo'ygani yaxshi. Ikkinchi vaziyat. Ayol kishi turmushga chiqdi. Familiyasi o'zgardi. Pasport esa eski familiyada. Bu holatda hujjatni yangilashni cho'zmaslik kerak. Chunki bank, ish joyi, farzand hujjatlari va notarial ishlar tiqilib qoladi. 3-vaziyat. Yigit xorijga ishlashga ketmoqchi. ID karta oldi, lekin xorijga chiqish pasporti yo'q. U ID karta bilan chet elga chiqish masalasini adashtirmasligi kerak. Alohida xorijga chiqish pasporti kerakligini tekshirishi zarur. 4-vaziyat. Pensionerning pasporti eski, muddati yaqin, bankdan pensiya oladi. Agar hujjat muddati tugab qolsa, bank identifikatsiya jarayonida muammo chiqarishi mumkin. Shuning uchun keksa ota-onalarning hujjatini farzandlari oldindan tekshirib qo'yishi juda savobli va foydali ish. Yana bir muhim maslahat, ijtimoiy tarmoqlardagi har bir xabarga ishonmang. Ertadan eski pasport o'tmaydi. Hamma jarimaga tortiladi. Faqat bugun almashtiring kabi vahimali gaplar ko'p tarqaladi. Men har doim rasmiy manbani tekshirishni maslahat beraman. Qonunchilik o'zgarsa, vakolatli organlar rasmiy e'lon beradi. Siz qarorni mish-mish asosida emas, rasmiy ma'lumot asosida qabul qiling. Agar shubhangiz bo'lsa, Davlat xizmatlari markaziga, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki huquqiy maslahat beradigan mutaxassisga murojaat qiling. Bugungi mavzuning eng muhim mazmuni shunday: eski biometrik pasport muddati tugamagan va ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, ko'p holatlarda u birdaniga yaroqsiz bo'lib qolmaydi. Lekin muddat tugayotgan, ma'lumotlari o'zgargan, hujjati yaroqsiz holga kelgan, katta rasmiy bitimlar qilmoqchi bo'lgan bank, kredit, notarius, meros,
ishga kirish yoki chet elga chiqish rejalari bor fuqarolar hujjat masalasini oldindan tartibga solishi kerak. ID karta ikki hujjat, xorijga chiqish pasporti esa alohida hujjat ekanini ham adashtirmang. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq hujjatingiz muddatini tekshiring, ma'lumotlaringizni solishtiring. Agar almashtirish kerak bo'lsa, oxirgi kunga qoldirmang. Kerakli hujjatlarni tayyorlang, rasmiy idoraga murojaat qiling. Arizadagi har bir harfni tekshiring va yangi ID kartani olgach, bank hamda boshqa muhim joylarda ma'lumotlarni yangilang. Agar sizda eski pasport, ID karta yoki xorijga chiqish pasporti bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Sizning holatingiz boshqalarga ham foydali misol bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki hujjat masalasi kechiktirilsa, eng kerakli paytda eng katta muammoga aylanadi.